Assalomu alaykum kanallarimiz hurmatli obunachilari, hurmatli vatandoshlar. Bugungi sotuvga chiqqan xonadonimiz Urganch shahrimizda Luchuyada Ahmad Chizlik yanında shu domlarimizda 4-qavatda bir xonali kvartira bilan danışib o'tamiz. Hazlar mestasi zo'r, ko'rib turganingizdek domlarning oldida parkovочный mestalari, balagoyda o'yingohlari, besedkalar badamlab o'tirmoqqa ajoyib mestada suv, svet, gazdan muammosi yo'q. Domlar yanında yangi domlar ham qurib turibdi. Sharoitlari yaxshi, ham remontdan chiqib turgan kvartira ekan, bir xonali tayyor. Narxi zo'r. Narxini videoni oxirida aytib o'tamiz. Sizlar videolarimizni to'liq ko'rib, keyin qo'ng'iroq qilishlaringizni so'raymiz. Sizlar qiziqqan bo'lsa bemalol telefon qilaverasizlar, mulkiyatini yanına olib kelamiz. O'zlari bilan savdolashib olishingiz mumkin. Like, obuna bo'lish yoddan chiqmasangizlar. Qani ketdik, birgalikda ko'rib, danishib o'tamiz. Kvartiramiz ham yetib keldik. 4-qavatda hurmatli obunachilar, girish eshiklarimiz ya'ni turist eshiklaridan bismillah deb giramiz. Kirgandan koridor joyimiz chap tarafimizda yana bir xo'shgan mestalar bor ekan. Devorlar polni obvoy qilingan, hammasi 100%. Bu yerda sanuzel, oshxona, keyin o'ng tarafimizda asosiy xonasi. Birinchi chetdan obzorni qilib boraveramiz. Eshiklarimiz xiva yog'och ishlardan qo'yilgan, yarmi ishlardan. Ajoyib sifatli ishlardan bu xiva eshiklarimiz bilasizlar. Oyoq tiklarimiz laminat pol, ham ustida yana gilamdan döşak qo'ydilar, chiroyli qilib. Sanuzelimiz devorlar kafel adam bo'yi, yuqoridan obvoy qilganlar. Sizlar oyoq tiklarim kafel bo'lgan. Suv, svet, gazdan muammosi yo'q. Shaharning ajoyib mestasida Luchuyada joylashganingizda bir oshxona qismimiz bo'ladi. Oshxonamiz 2,5 metrga tushgan. Laminat pollar yayilgan, ustidan gilamdan döşalgan. Fartuklar qilingan, 2 ko'zli gaz plitasi bor, gaz cho'shlar qo'yilgan. Mo'ykasi ham ega, ham dimoqot joylar ham bor, karnizlar ham qisilgan. Hammada galagillar o'rnatilgan. Sizlar obvoylar ham mo'yishchi obvoylardan sifatli, yaxshi obvoylardan ishlatganlar. Merlarda bilasizlar, bog'cha maktablardan muammosi yo'q. Al-Xorazmiy ko'chaga yaqin, Ahomba masjididan ham zo'r mesada joylashgan. Ham domimiz ham akkuratniy, podyezdlar ham akkuratniy ekan. Chiroyli bir fayzli joyni. Ko'rib turganingiz yerimiz asosiy xonasi eni 310, uzinasi 560 razmerda tushgan. Laminat pollar yayilgan, gilamlar döşalgan, yangi gilam hali hazla remontdan hech kim yashamagan. Printslar ham o'rnatilgan. Ochiq balkondan ega. Ayna eshiklari plastik ramarlar. Aynalarda podogoniklar ham qo'yilgan. Bir xalasangiz televizor o'rnatsangiz ham bo'ladi. Televizor zonasi shu yerda. Sizlar xalasangiz bu tarafimiz, xalasangiz bu tarafim o'rnatsangiz bo'ladi. Hurmatli obunachilar, ajoyib tayyor xonadan ekan. Kimgadir qiziq bo'ladigan bo'lsa, bemalol telefon qilaverasizlar. Kelib ustida mulkiyatini o'zlari bilan savdolashib olishlari mumkin. Mesasi Ahmad Chizyan'da Luchuyada Al-Xorazmiy ko'cha, Ahomba masjidi, Ablosoy banisa 3'si o'rtalig'ida joylashgan 4 qavatli binoni 4-qavatida bir xonali remontdan chiqqan. Hazır narxi 225 million so'm aytilib turibdi. Ustida qaytarilgan yeri bor. Dokumentidan muammosi yo'q. Suv, svet, gazlar VIP hazlar. Bog'cha maktabdan ham muammo. Yonidan 7 marshrut o'tibdi. Domimizda ozgina bir 50 metr yo'l yurib chiqsangizlar, domimizning oldida parkovочный mestalar, balagoyda o'yingohlari, besedkalar, odam olib o'tirmoqazlar. Hamma udobstsalar qilingan. Joyimiz ham girib yashaydigan remontdan chiqqan. Hamma udobstsalar qilingan. Hazda narxi aytib o'tdik 225 million so'm. Eğer kanallarımıza abone bo'lmaganlar bo'lsa, abone bo'lib, like bosib, qo'llab-quvvatlab tursangiz, videomizga yangi tarqalishni sizlarga qo'ldan kelgancha arzon narxdagi xonadonlarni taqdim qilaman. Hammaga sog'lik, salomatlik tilaymiz. Keyingi roliklarda görüşguncha deb qolamiz.